reja grafika asosan har oyda 2-3 marta tadbirkorlarni uchrashishimiz kerak. Shundan keyin tadbirkorlar bilan uchrashib o'shalarga o'zimizni mahsulotlarimizni tanishtirishimiz kerak. Shunga asosan sizlarni yutamiz hozir. Avvalambor bankdagi kredit mahsulotlar bilan gaplashsam, misol uchun sizlar ham yuridik shaxslarga beriladigan kreditlar bor, jismoniy shaxslarga beriladigan kreditlar bor. Jismoniy shaxslarga onlayn kreditimiz bor, mikroqarzimiz bor, kredit kartamiz bor, ipoteka kreditlarimiz bor. Ko'p qavatli uylarni sotib olish uchun. Keyin mahalla loyihasi bo'yicha kreditlarimiz bor. Misol uchun mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish uchun aholi tomorqalarini ekin ekish, chorvachilik, asalarichilik, issiqxona uchun kreditlar bor. Bu kreditlar naqd pulda plastik tashkil tushirib beriladi 5 yil muddatgacha, yillik 25% bilan. Yillik 25%. Hozir yaxshi, eng qo'limda ko'p olinadigan shu. Misol uchun chorva olsa ham. Shu necha kunlar bo'ladi? Mana shunga yozib keladi. Biza mahallaning bankiri bor. Mahalla bankiri bor, xonadonni zo'rdan ular tavsiya beradi. Tavsiya bergandan keyin Android tizimi bor o'zi. Misol uchun o'sha sizni ma'lumotlaringizni, xulosalarni hammasini olib, bizning yigitlarimiz o'sha tizimga solib ko'radi ular. Eskida kredit qarzi olgansizmi yo'qmi? Bunaqangiz yaxshimi? Kredit tarifingiz. O'shalarning hammasini o'rganib chiqib xulosa beradi. Uzoq bilan 2 kun yoki 3 kunda xulosa keladi. Xulosa kelgandan keyin bank xodimlari sizni chaqirib, kreditlaringizni rasmiylashtirib, plastikashka ochilmamizga, plastikashkaga tushirib berishadi. Shuni olyapti-da, 15 oyda. 15 million yo'qotdi. 15 million so'm bo'ladi. Xotin qo'yib qo'yadi. Aksiyanomada asosan. Hozir bizning bank nimamiz Toshkentda o'qishda ekan. Kimingiz? Mahalla banki. Mahalla banki deysizmi? Bizada boshqa xodim yuklatilgan uni o'rniga. So'rab ekanlar. O'sha xodim yuklatilgan, o'sha xodim o'zi xulosa beradi. Sug'urta qilish kerak. Kredit ta'minoti, misol uchun 5 yil muddatga berilayotgan bo'lsa, o'sha 5 yil muddatga kredit sug'urta qilinadi. Zaten sug'urta chiqmayapti. Sug'urtasi chiqmayapti. Sug'urta tashkiloti beradi. O'sha sug'urta tashkiloti bilan telefonga bog'lansangiz, ular hujjatlaringizni rasmiylashtirib bizga bankka jo'natadi. Bu yerdan kvitansiya olib, to'lovlarni qilib berasiz. Bo'ldimi? Yo'q. Ta'minotga o'tadi. Kecha sug'urtaga bo'lgan javob berishga kelmayapti-da. Sug'urtadanmi? Uni xodimlar bor, doston bor, sug'urta bilan gaplashib aniqlashtirib beradi. To'lovlarni qilganingiz yo'q-da hali? Yo'q, chiqsa keyin qilasizda. Sug'urta bunaqa chiqsa keyin qilasiz. Bu yerda shartnoma raqami, sanasi hammasi bo'ladi. O'shalarni yozib, ism familiyangizni yozib, pastdan to'lay olsangiz, kvitansiya berishadi. O'shalarga 5 yilga emas, 3 yilga, 2 yil olsa ham bo'ladi. Bo'laveradi. 5 yilgacha-da u. Xohlasangiz 6 oyda yoping, xohlasangiz 2 yilda yoping, xohlasangiz 3 oyda yoping. 2 yil imtiyoz. Qancha tez yopsangiz, shuncha kamroq foiz to'laysiz. O'zingizga yaxshi. Oylik to'lovlarni har oy to'lab borishingiz kerak. Sababi hozir o'sha tizim shunday, kechikkan kun degan narsa bor. Ertagina kredit olamangiz yoki boshqa narsa olamangiz. O'shanda onlayn olib ko'rdim o'tgan yilda, bir kun kechsa masalan, 2000 chiqayotgan, men 2000 tashlab beradi. Hozir graf belaksin. Sizlarda muammo yo'q. Avtomatik to'lovlarni qo'yishlar kerak. Hozir bizga sug'urtaga ham to'xtab ketsa bo'ladi. Sug'urtaga